Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun mana hayotimda juda ham katta qadam qo'yyapman. Hozir hayotimda juda katta o'zgarish bo'lyapti menda. Ya'ni vlog boshlash. Bu vlog boshlash bundan keyin Xudo xohlasa davomiy bo'ladi. Va birga ancha narsa o'rganamiz. O'zimga ham foydam tegayotgani uchun bu vlogni boshlayapman. To'g'risi mukammal bo'lishga unchalik ham deyarli harakat qilmadim desa ham bo'ladi. Shunchaki boshladim. Fikrlarim chalkash, biror nimadan o'qib ham o'tirmadim yoki o'qib tayyorlanmadim, yodlamadim. Shunchaki boshlanish birinchi videom bo'lgani uchun vlogdagi prosta shunchaki boshlab yubordim. Lekin haqiqiy bo'lishga hamma gapim o'sha yurakdan deydi, yurakdan chiqqanday gapirishga harakat qilyapman. Hozir hayotimda juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Bulardan bittasi mana shu vlogni boshlash. To'g'risini aytsam, bu vlogni boshlashdan oldin juda ham baribir hamma insonni boshida bo'lsa kerak, ko'p savollar, ko'p shubhalar, odamlar nima deb o'ylaydi degan o'sha fikrlar o'tdi, lekin baribir ichimda nimadir taradida, mana bu xuddi qo'ymaydi-da, ichimda nimadir yonib turadi. O'sha boshlamagunimcha yoki aynan mana shu dushanba kun bugun boshlamagunimcha mana shu yoki tashlab qo'ysam, keyingi kunlari boshlamay yana cho'zib yursam, mukammallikni orqadan quvib, hamma narsani zo'r qilib tayyorlayman deb orqasidan quvib agar yana qoldirib yuborganimda ichimni kemirib o'sha ichim qiynalib yuraveradi o'zi. O'sha birinchi videom bo'lgani uchun yana aytaman, juda ham deyarli bunaqa video YouTube'ga qo'ymaganman, to'g'risi birinchi vlog video. Lekin men haqiqiy bo'lishga, ichimdagini borini aytishga harakat qilaman. Agar sizga bu qiziq bo'lsa, videoni ko'rishda davom eting. Hali hammamizga foydali bo'ladi inshaalloh. Meni ismim o'zimni tanishtirishga gap kelganda, meni familiyam Hikmatqullayev Abdurahim. Yoshim 16 da, 10-sinfda o'qiyman maktabda. Meni hayotimda hozir juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Aytib o'tganimdek, maqsadlarim juda ham katta, ular ko'p. Shu maqsadlarimga yana ham yaqinlashish uchun bugun mana shu qadamlarni qo'yyapman. Maqsadlarim o'zimni kelajakda biznesimni qurish, SMM katta biznesini qurish, shaxsiy brendimni rivojlantirish, qisqa qilib aytganda o'zimni topish, o'zimni o'zgartirish, shu yo'lda boshqalarga ham yordamim tegishini xohlayotganim uchun bu videoni boshlayapman. To'g'risi tayyorlanmaganim uchun hozirgi fikrlarim chalkash, xatolar bor. Lekin men shunchaki boshladim. Aytganimdek, ko'pchilik mukammallikka intiladi. O'zingizam his qilib ko'rgan bo'lsangiz kerak, biror narsani boshlayman deb boshlolmay yurgan paytlaringiz sizda ham bo'lgandir. Deyarli ko'pchilikning bir hayotda bo'ladi. Hammani desam, menimcha shunaqa deb o'ylayman, hammada ham bo'lsa kerak. Nimadir boshlamoqchi bo'lsangiz, o'shani ba'zan eng zo'r shaklda hamma narsani soz qilib boshlagingiz keladi. Lekin hech qachon deyarli qondirib bo'lmaydigan o'z xohishlaringiz. Men shuning uchun
shunchaki prosta mana shu videoni qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar birinchi boshlashga harakat qildim. Kimgadir g'alati eshitilar, balki kulgulidir, bilmadim kim qanday tushunadi, lekin men o'zimga juda katta narsalarni qabul qilyapman. Ya'ni har xil ishoralar, o'sha maqsadimga tasdiqlar, har xil judayam oddiy narsadek ko'rinadi, lekin ko'p o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Bu yo'lda vlogni boshlash uchun men o'sha bundan oldin bugun dushanba bo'lsa, o'tgan hafta shanba kuni bitta video olib ko'rgandim. Bitta emas u, 3 ta, birinchisi judayam ko'p bo'lib ketdi. Men bu videolarni prosta o'zim uchun olgandim. Fikrlarim, bo'layotgan voqealar shunchalik tez meni maqsadlarimga bog'langan bo'lib ketayotgandi, men ichimdagilarni aytib olishim kerak edi. Shuning uchun shunchaki prosta video oldim o'zim uchun, lekin buni biror bir kontentni ichiga qo'yish yoki keyinchalik qo'yish fikri bor edi, lekin qaysiligiga bilmasdim hali. Shunchaki fikrlarimni aytdim. Birinchi videoyim 17 minutlik, 17 daqiqalik bo'lib ketdi. Juda ham katta video. O'sha maqsadlarimni yo'lda uchrayotgan ishoralar, har xil tasdiqlar, kitoblardan o'qib qolgan gaplarim, o'sha o'zimni ichimda allaqachon his qilgan gaplarim, keyin umuman hayotimda bo'layotgan o'sha voqealar haqida qisqacha gapirib o'tgandim. Ikkinchi video bu o'sha oyimni juma kuni tug'ilgan kunlari edi. Men o'sha shanba kuni bu sovg'alarni uyga mana shu ota-onamni xursand qilish uchun olib bordim. Men bugun oyimga o'sha kecha tug'ilgan kunlari bo'lgani uchun sovg'a oldim. O'zi oddiyroq sovg'a, lekin e'tibor eng muhimida. Qancha kichkina sovg'a bo'lsin, uydagilar, ayniqsa ota-ona bu e'tiborni qadrlaydi. Endi tug'ilgan kun qilib bizani nishonlamasak ham, prosta ko'ngil uchun yilda bir marta bo'lsa ham sovg'a berib qo'yamiz. Uydagilarni xursand qilib, shu kun sababchi bo'lib qolgan. Shu kun bizani miyamizda shu shakllanib qolgan. Hech bo'lmasa shu kun sababchi bo'ladi bizani mana shu sovg'a berishimizga. Hozir meni maqsadim uydagilarni xursand qilish, ozgina bo'lsa ham, keyin ularni duosini olish. Ko'rib turganlaringdek, endi maqtanish emas u, men o'zim uchun juda katta narsa videoga olib qo'yibman. Men bu oshxona uchun o'sha eng kerakli narsalardan bittasi ham bo'ladi. Juda ham zo'r narsa ekan. Ichida 3 ta bo'ladi buni. 3 ta materialli qanaqadir idishchalar, bunday ochiladi, yopiladigan. Qanaqadir qulayda, shunday ochasiz, bo'laklarga bo'lingan bo'ladi, materiallar qo'yilgan, ichiga narsalar qo'yib, joylashtirib qo'yish ham oson. Buni mana shunaqa qilib, kichkina qilib taxlab qo'ysa bo'ladi. Ichida 3 ta shunaqa har xil bo'lar ekan, uzun, katta, har xil shunaqa. Qisqa qilib aytganda juda ham qulay narsa ekan. Keyin mana bunaqa dadam uchun ham o'zi hamma ishlatadi, aytganimdek, o'sha kitob qo'yadigan bunaqa. Ochilsa, ustiga kitob, har xil Qur'on kitoblarini qo'yib o'qish uchun juda ham qulaylik yaratadigan narsalar. Ikkalalarini ham xursand qilgim keldi. Mana shu sovg'a. Kichkina bo'lsa ham kimdir uchun kichkina emas, to'g'ri. Katta. E'tibor qo'shilgan har narsa katta. Ayniqsa ota-ona uchun kichkina bo'lsa ham juda katta ko'rinadi. Meni asosiy maqsadim o'sha xursand qilish, yana aytaman, ularni duosini olish. O'sha ota-onani bolaga qilgan duosi ijobat deydi-ku. O'shaning uchun men o'zim maqsadlarimga erishishim uchun yana ham ota-onamning duosini olib qo'ymoqchiman. Inshaalloh hozir borib beraman. Duolarni olaman, o'sha
Xudo xohlasa ham bitta maqsadimga erishaman. Sizlarga yordam beraman. O'zimga eng muhimi yordam beraman. Sizlar bilan bo'lishib boraman inshaalloh bundan keyin. Men bu yo'limni boshlamoqchi bo'lib turuvdim. Ayni mana shu ota-onamni sovg'a bergandan keyin duosi bilan boshlashimga to'g'ri kelib qoldi-da. Shanba kuni duolarini oldim. Shanba kuni ham ozgina mana shu postlar birinchi vlog videom haqida o'yladim. Yakshanba kuni ham, keyin dushanba kun mana birinchi videomni qilyapman. Eng muhim narsalardan biri o'sha ota-onamni duosi bilan boshlaganim. Yana aytadigan bo'lsam gaplarim, mana shu yo'lga kelguncha men ko'p narsani o'rganib, ancha tushunib kelayotgandim. Va oxiri nima bo'lmasin boshlashga qaror qildim. Boshladim ham. Biroz video uzun bo'lib ketsa uzr, o'sha fikrlarim ozgina chalkash bo'lgani uchun yoqdan gapiryapman. Ozgina qiyin bo'lyapti. Lekin men harakat qilyapman, boshlab oldim eng muhimi. Bu vlogni boshlashdan oldin men bundan oldin blog, Telegram blogi ochgandim. Unda o'z fikrlarim, har xil shaxsiy tajribalarim, maqsadlar haqida, umuman shaxsiy rivojlanish haqida, boshqalarga ham foydasi tegadigan, o'zimni ham birinchi navbatda o'zimni ham o'zgarishimga sababchi bo'ladigan, keyin boshqalarga ham foydam tegadigan, ozgina tegsa ham xursand bo'ladigan bitta blog kanal ochgandim Telegramda. Mana shu videoni tagiga Xudo xohlasa mana shu blog kanalimni silkasini qoldiraman. O'tib oling. Agar qiziqsanglar, bunaqa kontentga ko'proq shu yo'lda bo'lsanglar, rivojlanish yo'lida bo'lsanglar yoki shu yo'lga endi kirib kelayotgan bo'lsanglar, o'tib olishinglarni maslahat beraman. Xudo xohlasa hammamiz uchun, ikki taraf uchun ham foydali bo'ladi. To'g'risini aytsam, fikrlarim juda ham ko'p. Lekin bu bitta videoni ichiga sig'maydi. Shu sababli men bundan tashqari boshqa videolarimda ham o'sha hayotimda bo'layotgan voqealarni oddiy, samimiy ko'rinishda, rostgo'y ko'rinishda ifodalab videolar qilmoqchiman. Bundan keyin vlog formatda, ya'ni harakatlanib kamerani ushlab, agar video qiziq bo'lgan bo'lsa, bundanda ko'p videolar chiqishini, boshqa videolar chiqishini xohlasanglar, Xudo xohlasa baribir chiqadi-yu, lekin ichimda yana ham motivatsiya kuchayish uchun bu videoni ko'rib like bosib qo'yinglar. Agar obuna bo'lsanglar, podpiska bo'lsanglar, men bilan bu yo'lga chiqqan bo'lasizlar va yo'limni kuzatib borasizlar. Shu bilan birga o'zingizlar ham biroz bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham foyda olasizlar yoki kim biladi, balki o'zgarishinglarga sababchi bo'lib qolarman. Bilmadim, hali oddiy bolaman. Deyarli hech nimaga erishmagandirman, lekin kelajakda albatta o'sha maqsadlarimga birin-ketin erishmoqchiman. Mukammallikka intilmadim, zo'r bo'lishga intilmadim. Yetarlicha mukammal, zo'r bo'lish uchun yo'lga chiqdim desa ham bo'ladi. Shuning uchun agar biror bir savolinglar bo'lsa, mana shu videoni pastida kommentga yozib qoldiringlar, birga suhbatlashamiz. Savolinglar bo'lsa, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Keyingi videolar aynan shu inshaalloh mana shu ishoralar, tasdiqlar haqida bo'ladi. Shu mayli. Rahmat.